أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا Muhammed وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد hürmetli kırındaşlar bugün sözlemek bolganımız biz turib atkan bu mübarek Zilhicce ayları Zilhicce ayının bu mübarek külleri münasebetlik bizga yaqinlab kelayotgan shu haj faoliyatlari haqida tayyorlangan alohida darslik. Bugun so'zlamoqchi bo'lgan darsligimiz bo'lsa, bu darsning birinchi darsi. Biz oldi bilan bu darsimizda haj degan nima degan gap, hajning tarifati, undan keyin hajniki hukmi va hajning shartlari qatorliq bir qancha hukmlarni so'zlab o'tamiz. Deliller bilan birga. Endi bu haj degan nima degan gap? Haj degan nima degan gap deganda, bunun tarifati bo'lsa, haj degan arab tilida, ya'ni arab tili atalg'usida til nuqtasini olib aytganda bir narsani ko'zlash degan bo'ladi. Bir narsani maqsad qilish, bir narsaga maqsad qilish yoki bir narsani ko'zlash degan bo'ladi. Buniki shariatga ma'nosi shu deganda şariatki ma'nosi hamda oldi bilan bu lug'atdagi ma'nosidagi bir narsani ko'zlash deganni yana bir bo'lak grammatikarshunos, tilshunos olimlar ya'ni buyuk bir narsani ko'zlash deb deyishgan. Ya'ni katta odatga normal bir narsani emas, buyuk bir narsani ko'zlash deb. Endi buni shariat nuqtasini olib aytsak, shariat atalg'usida buniki al-haj degan ma'nosini bergan gap desa, bo'lsa maxsus bir makonni maxsus bir zamonda maxsus bir faoliyat bilan ziyorat qilish deb shundoq tushundirgan buni fuqaho olimlar fiqh istilohida. Endi buni degan gap maxsus bir makonni maxsus bir zamonda maxsus bir faoliyat bilan ziyorat qilish degan buni degan gap desa, ya'ni maxsus bir makon bo'lsa nima dastlabki ziyorat qilish degan gap. Ziyorat qilish degan gap desa, ziyorat qilish degan gap ya'ni tavob qilish va Arafatda vuquf qilishni ko'rsatadi. Endi maxsus bir makonni degan gap, ya'ni Ka'ba sharifni, Ka'batul Muazzamani va Arafat ismli muborak tog'ni ko'rsatadi. Endi maxsus zamonda degan gapimiz, ya'ni haj oylarini ko'rsatadi. Shavvol, Zilqa'da, Zilhajning 10 kuni degan. Endi maxsus bir faoliyat bilan degani bo'lsa, tavob qilish, Ka'bani tavob qilish, Safa Marvani sa'iy qilish, Arafatda va Muzdalifada vuquf qilishdan iborat şu ibadetlerini, hareketlerini, jarayonlarni ko'rsatadi. Shuning bilan butunlay hajniki jarayonlarini qisqacha holda ta'riflab bo'lgan bo'ldik. Endi mushunda haj, mushu yuqoriga tunishtirilgan bu haj hukmi nima, buni hukmi nima desa, bu haj ömür ichida musulmonga ömür ichida bir qatim darhol farz bo'ladi. Ya'ni tuvandagidek bir qancha shartlar turli shartlar hazırlangan vaqtda darhol farz bo'ladi. Endi mushu darhol farz bo'ladi degan gap Imom Azam Abu Hanifa, Abu Yusuf va nurg'ulg'an fuqaholarning qarshida. Imom Muhammad rahimahulloh va Imom Shafiy rahimahullohlar darhol vojib bo'lmaydi. Vojib bo'ladi, lekin kechiktirib sasi gunoh qilmaydi. Unaqa bo'g'ishga bir qilsa bo'ladi deydi. Lekin Imom Azam Abu Hanifa, Abu Yusuf rahimahullohlar bu darhol shu tuvandagi shartlardan, musulmoncha bo'lgan shartlar hazırlangan vaqtida darhol haj qilish gadanga vojib bo'ladi, agar kechiktirsa gunoh bo'ladi deydi. Endi biz bu so'zimizni bir qatin yechib o'taylik. Bu haj farz dedik, hajning hukmini farz dedik. Bunun bir delili nima desa, bu nemishqa farz deganda, chunki Alloh subhanahu va taolo va taqaddas o'ziniki Ali Imron surasidagi 97-oyatda dediki, A'udhu billahi minash shaytonir rojim. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Allah Teala dedi ki, insanların üstüge vacip bo'lgan, farz bo'lgan Allohniki Beytullah'ını hac qilishdan iborat haqqi va Allohning haqqi va. Ya'ni Alloh farz qilgan Allohning haqqi insonlarning ustiga bo'lgan Beytullah'ni hac qilish. Bular kimga desa,
men istata'a ileyhi sebila. O insanların içindeki hem insanlar emas, belki Beytullah'ı yol cihettin kadir bulalığın kişiye perez. Ve men kefara. Her kanda adam bu hac perezinin ibaret, bu perezki kafir bolsa, yani hac kılmasa, fe innallaha ganiyyun anil alemin. Şunu bilip kalana ki Allah, çünkü şüphesiz ki Allah alemlerden bir hacettir. Mana şu ayet-i şerifede şunda qaraydigan bolsak, bu ayet-i şerifede bir qancha türlük ta'kid var, ta'kid. Bu ta'kidlarni qatarida mesela Allah Teala'nın velillahi alen nasi dedi. Velillahi alen nasi. Yani bir yerdeki insanlarınki zimmesideki boğan Allah Teala'nınki hakkı. İnsanların zimmesideki vacip boğan Allah Teala'nın hakkı diyen ma'nini tushuniladi bu oyatdan. Nimishqa? Chunki ala degan gap. Velillahi ala degandagi ala degan so'z ilzom uchun, ya'ni lozim qilish, vojib qilish, farz qilish uchun keladi. Demak Allohning haqqi va uniki gadinda. Allohning gadinda Allohning haqqi va degan ma'no chiqadi bu yerda. Endi u ta'kidlarni qatarida mesela Allah Taala va man kafara deb qo'ydi. Va man lam yahujja demay, kimki haj qilmasa demay, kimki kofir bo'lsa deb qo'ydi. Ya'ni bu qattiq hajni tark etgandagi bak qattiq qo'pol tegishamdi bu. Şu sebepten Peygamber Aleyhisselam hadis-i şerifte diyen ki men mâte ve lem yehucce felyemut inşâ'a yehudiyen ev nasraniyye. Kim ki hac kılmayı ülep kalsa halis Yahudi ölümü de olsun, halis Nasra ölümü de olsun. Yani demek iman ölümü de İslam ölümü de ölmeydi bu. Kafir ölümü de kötü diyen bu. Ve şu tekitlerin, bu ayetteki tekitlerin katarından Allah Teala فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ deb qo'ydi. G'ani, yani Allah qanday adam haj qilmay mush haj faoliyatini iborat mush ibodatni qilmasa, buni tark etsa, Allah olamdan bir hojat deb qo'ydi. Olamdan. Asli Allah Taala Allah u odamdan bir hojat demay, Allah u odamdan bir hojat demay, Allah Taala olamdan bir hojat deb qo'ydi. Demak, olamdan bir hojat olsa, undan tabii ki bir hojat. Tabii ki bir hacet. Yani aynı alemden bir hacet var biz. Hele sizge sizin hacetinize muhtaç emasman. Bütün alemge muhtaç emasman deb Allah Taola'nın da degeni bu qattiq, yani bir hacetniki haqiqatan mi ta'kidlik bir farz ekanligini ko'rsatdi. Ve haj qilmagan odamniki Allah Taola'nın qattiq azobiga duchor bo'lganligini ko'rsatdi. Ve bu hac farzliginiki, yani hadisdan dalil bo'lsa, Peygamber Aleyhissalatu vesselam degan ki buniyel İslamu ala 5 degan hadisda, şu hadisning oxirida, yani qodir bo'ladigan odamga Baytullahni haj qilish farz islomning 5-rukni deb ko'rsatgan Peygamber Aleyhissalam. Demak, hadis sharif degan Qur'oni Karimni nima qiladi? Qur'oni Karimdagi mujmal yerlerini tefsili bayan qıpırdı, tefsirlep yişpirdi hadis-i şerif. Hadis-i şerifin yişpirdi. Öz aldığı bir Kur'an'ı karşı yakmaydı hadis-i şerif mi? Hem de ömür içinde bir katım farz buludu dedik. Ömür içinde bir katım farz buludu. Çünkü Peygamber Aleyhisselam Peygamber Aleyhisselam hac kılınla ihlayıkla, hac kılınla degende sahabların içinden biri degen ki her yıl hac kılamdığımız ya Resulallah, ya ki bir katım hac kılsak bulamdı degende Peygamber Aleyhisselam ya belki bir katım. Bir katım da ziyade kılığında bu neflidir degen. Çünkü nemişe bir katımla farz oldu dese, çünkü bu hacının ki sebebi, hacının farz buluşunun sebebi Kabe'dir. Kabe'dir. Ve o Kabe olsa iki olap kalmaydı. Kabe iki olap köp olmagandıkken, iki üç olmagandıkken Adem Aleyhisselam ya ki İbrahim Aleyhisselam bina kılgandığını tatip Kabe şüpheti bes yanılıp selindi, lekin onun kayıtı bir iki üç dört beş olap kalmadı. Şunda olap kalmaganlık için bununki sebebi tekrar kelmegenlik için nima bununki musebbep, yani neticesi mu tekrarlanmaydı. Mesela pişimnin perzi desek, pişimnin perzi buluşunun sebebi pişimnin vakti, gün igiliş. Gün igilmesi pişim olmaydı. Gün igilsi pişim buludu. Şunundaki her gün mesela bugün pişim, gün igildi pişim oldu. Ertesi gün igildi pişim oldu. Ögüdü gün igildi pişim oldu. Tekrarlansa, sebep tekrarlansa musebbep, yani netice tekrarlandı, bu kaide. Ama Kabe 2-3-4 bo'lmagandan Kabe bir olgandan Kabe'ni bir qatim ziyorat qilish, Kabe'ni İbrahim Aleyhisselam bina qilgan Kabe'ni ziyorat qilish, tavob qilish bizga farz bo'lganligi uchun bir qatim ziyorat qilib bo'lgandan yani yeni bir qatim takrorlanib kelmaydi bu. O sebebi tekrarlanmaganligi uchun natija tekrarlanmaydi. Alal fawr dedik, yani derhal vacip bo'ladi dedik. Yani derhal vacip buludu deganimiz, yani şu biz tüvende söylep ötüdüğün vacip buluduğun şartlar var.
Şu şartlar hammasi tepilgan vaqtida, şartlar şartı vücub ve şartı vücubul ada degan bu ikki turlik ikki xil shartlar hammasi tepilgan vaqtida shu chaqda darhol o'zi haj oylarida shu yilistiki haj oylarida haj qilish vojib bo'ladi. Anladın? Bu İmam Azam Ebu Yusuf rahimehullah'nınki ko'z qarashida. İmam Azam Ebu Hanife rahimehullah'dan bu şahtimda sual soralgan mesela. Bir adam bakan bu adamning pul mal dunyosi ekan. Bu adam bu mal dunyoni haj qilamdi yoki xotin olamdi deganda İmam Azam rahimehullah javob berganki, balki haj qiladi degan. Mana bu shuni o'zi buningga darhol vojib bo'lganliginiki dalili. Agar kechiktirsa unda haqqa bo'lganligini dalili. Yana bir dalil olsa İbn Abbas radıyallahu anhu'dan rivayet kılınan bir hadis Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bundak degan teaccelul hacce yani el felida fe inne ahadakum la yedri ma yu'radu leh Ravahu Ahmed vel Hakim. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem degan ki sizlar hajga aldiranglar. Yani farz bo'lgan hajga aldiranglar demekçi. Çünkü sizlarning biringlar uningga nima to'g'ri bo'ladiganligini, yani uningga nima ish yuz beradiganligini, u qanday ishlarga duch keladiganligini bilmaydi-da. Yani uylab qolamdi, kasallab yetib qolamdi, qanday bir ishlar yuz beradi buni bilmaydi-da. Shuning uchun aldirishsin. Buni qiladigan birdan bir qiladigan ish aldirish. Bu hadisni İmam Ahmed rivayet qilgan, Hakim rivayet qilgan ve uni sahih deb baholagan. Ve İmam Zahabi bu hadisni muqarrarlashtirgan, qarar olgan. Ve İ'la Sunan degan İmam Tahanavining İ'la Sunan nomli kitobida bu sahih deb baholangan. Durul Muxtarda bu imomning kelgan İmam Malik ve İmam Ahmed'in kelgan ikki rivoyatning eng sahihroqi ve mu'tabar kitoblardan eng tilga olingan, eng ishonchli sahih bo'lgan, to'g'ri bo'lgan rivoyat deyilgan. Hamda bu İmam Muhammed rahimehullah'a qarşı İmam Muhammed rahimehullah ve İmam Şafii rahimehullah ma ishkildan deydi ki İmam Muhammed rahimehullah mı Hanefi mezhebinin içindeki bir katta şeyhim bir katta ulema. Hamda bu ishkildan deydi ki shunday shartlar hazırlab bo'lgandiki buni kechiktirish joiz bo'ladi. Biroq aldirash afzal. Aldirashning afzalligiga chek yo'q. Lekin kechiktirish joiz. Chunki buni dalil keltirib deydiki, chunki haj qilish degan ömürlük vazifa. Sen mesela bu adam 2. yılı ya 3. yılı kısa bu adam hacı ada qilgan bo'ladi, qazo qilgan bo'lmaydi. Andaqda agarda bu chuqur bu shu darhol shu vaqtida qilish gadinga farz bo'ldi degan bo'lsak, 2. yılı 3. yılı odamniki qilgan qazoni ada qilgan bo'ladi, ada qilgan bo'lmaydi. Bunda degach uni keyin bir misol qiyosiy bir masalani keltirdi. Ömür degan bir namozning vaqti o'xshaydi, ömür bu vaqtda. Ömür namozning vaqti o'xshaydi. Namozni oxirgi vaqtigacha kechiktirish joiz bo'ladi. Xuddi shuningdek hajni ömrni oxirigacha kechiktirish joiz. Biz uylab qilish bilan hajni kechiktirmaslik shart bilan deydi. Lekin bu mal masalada buni bu kez qarshi bir az shak var. Hech kim uylab qolmas. Uylab qolmaslikka kepillik bilinmaydi. Shu sababdan buni aldirash darhol vojib bo'ladigan ko'z qarash, eng kuchli ko'z qarash. Undan keyin xo'sh, endi biz abaning so'zlab o'tgan darhol vojib bo'ladigan shartlarni bayon qilamiz. Hajniki ikki turli sharti bor. Oldi bilan shartni tushundik. Shart degan gap bir shayniki bir ibodatniki qilish uchun hozirlashga tegishli bo'lgan tashqi ibodatdan tashqari bo'lgan ishlarni shart deb ataydi. Shu shaylarni hozirlamasa ibodatni qilolmaydigan. Endi yeni bir narsa rukun deb. Rukun degan ibodatning ichidagi narsalar bo'ldi. Masalan, tahoratni misol olsak, tahoratning sharti nima? Namozni misol olsak, namozning sharti tahorat edish. Lekin rukun desak, namozniki teshil emas, ichida bo'ladi. Ya'ni namozda qiroat qilish namozniki rukuni bo'ladi. Ikkinchisi farz degan, ikkinchisi. Rukun farz endi shart rukun deb ikkiga ayriladi. Endi bu shartmi ikki xil degan. Bu teshdagi bo'lgan, ibodatning teshdagi bo'lgan shartmi ikki xil bo'ladi. Bu bir shart vujub deb ataladi, yana biri shart vujubul ado deb ataladi. Shart vujub degan gap, shart vujub deganimiz ya'ni bir ibodatni qilish uchun shundoq ishlar tepilsa, shu ibodat bu odamning gadiniga vojib bo'ladi. Shu ibodat shu odamning gadiniga vojib bo'ladi. Shart vujubul ado deganimiz shu ibodatni darhol qilishni vojib qilgan ishlar bo'lsa, ma shart vujub tepilib bo'lgandan keyin, ya'ni gadiniga vojib bo'lgandan keyin yani bir qancha turli ishlar var. Shu ishlar tepilsa, shu hamon shu ibodatni qilish, o'zi qilish vojib bo'ladi. Agar shu shartdan bir tepilmay qolib qolsa, o'zi qilish vojib bo'lmaydi, balki u chaqda haj badal qildirish yoki
o'ziniki varislariga vasiyat qilish, haj qilib ajbada uni haj qilib qo'yishni vasiyat qilish. Bu ikki kishining biri vojib bo'ladi. Buni farqi shu. Endi biz oldi bilan shart vujub bo'lgan, ya'ni zimmasiga vojib qiladigan shartlarni, hajni insonniki zimmasiga vojib bo'lgan shartlarni so'zlab o'tamiz. Endi bu hajdagi farz bo'lish uchun nima shart? Birinchi, bu odamning musulmon bo'lishi shart. Chunki kofirga haj farz olmaydi. Ikkinchisi ozod bo'lishi shart. Uchinchisi aqli bor bo'lishi shart. To'rtinchisi balog'at yetgan bo'lishi shart. Beshinchisi sog' salomat bo'lishi shart. Oltinchisi uzuq tulikka kuchi yetadigan, qudrati yetadigan bo'lishi shart. Ya'ni o'ziniki bu uzuq tulik hamda va o'zining hajga berib kelishiga yetkiday, o'ziniki hojati asli bo'lgan hojatlardan oshadigan, o'ziniki qaytqishi bo'lgan, haj qilib qaytqishi bo'lgan holatda o'ziniki oilasiga chiqim qo'shilak nafaqatimiz ziyoda oshgan uzuq tulikka va chiqimga nima bo'lish kerak, ega bo'lish kerak. Yo'lning tinch omon bo'lish kerak va bu ayolniki agar bu hajga chiquvchi ayol kishi bo'lsa, buni eri bo'lishi kerak yoki uning mahrami bo'lishi kerak. Agar shu haj bilan Makka bilan shu ayol kishiniki shikasining yurtini orasida 3 kunlik musofa bo'lsa va agar ayol kishiniki ya mahram bo'lmasa yoki eri bo'lmasa, uni haj qilmaydi. U chaqda bu balki haj badal qildirdi vaqtida. Yani endi biz tafsili ish bitaylik masalani. Birinchi biz hajniki farz bo'lish uchun bu musulmon bo'lish kerak dedik. Chunki kofirga haj farz olmaydi. Avval kofirning farz, dastlab iymon etish farz. Iymon etib bo'lgandan keyin uni keyindan amallarni qilish farz bo'ladi. Ikkinchisi ozod bo'lish shart dedik. Chunki qulga nima haj qilish farz bo'lmaydi. Chunki qulniki mol dunyosi yo'q. Hammasi xo'jayinning bo'ladi. Agar mol dunyo topgan taqdirda hammasi xo'jayinininki hukmida bo'ladi. O'z oldi ixtiyorligi yo'q. Agar qul masalan mudabbar qul bo'lsa, men o'lsam ozod deb devatgan qul bo'lsa-mu yoki muvalat degan qulning dedikining masalan xo'jayinning dedikininki xo'jayinninki o'g'lining onasi bo'lib qolsa-mu yoki mukattab qul bo'lsa-mu masalan sen mencha pul topsang masalan ozod qiladigan degan qul bo'lsa-mu yoki sen haj qilsang bo'ladi deb izn bergan qul bo'lsa-mu agarchi bu Makkada bo'lsa-mu nima bo'lmaydi? Uning gadinga haj farz olmaydi. Kichik bolani biz endi balog'at yetgan bo'lish kerak dedik, aqli bor bo'lish kerak dedik. Chunki kichik bola bilan aqli yo'q odamga shariat mukallaf emas, bu mukallaf emas. Shariatning buyruqlari bu odamga buyurilmaydi. Kichik bola bilan balog'at yetmagan odam bilan aqli yo'q odamlarga. Va sog'lom bo'lish kerak dedik. Endi sog'lom bo'lish degan bu odamniki ham sog'lom bo'lish kerak dedik. Bu sog'lom bo'lishi degan nima degan gap deganda, chunki bu sog'lomlik ya'ni buni haj faoliyatlarini o'zining farz, vojib bo'lgan, sunnat bo'lgan haj faoliyatlarini ado qilishdan to'sab qo'ydigan kasal buning badanida. Mayiblik, kasallik bo'lib qolib qolsa, buning haj farz olmaydi. Masalan tuka o'tirib qolgan, ma'maydigan o'tirib qolgan tukaga haj farz olmaydi. Falanji kasallik qolgan kishiga haj farz olmaydi. Ikki futi kesib ketgan odamga haj farz olmaydi. Va haj qilolmaydigan har qanday bir kasalga mubtalo bo'lgan haj faoliyatini ado qilish cham yetmaydigan kasalga haj farz olmaydi. Ular ustida, qatnash vositalari ustida o'tira olmaydigan, o'ziniki haj faoliyatlarini ado qila olmaydigan, qirib ketgan, yashinib qolgan kishilarning ustiga haj farz olmaydi. Bu haj farz olmaydi degan ma'lum ko'z qarash, ya'ni bu sihat, sog'lomlik, badanning sog' bo'lishi deganni Imom Azam Abu Hanifa rahimahulloh buni shart vujub deb ataydi. Ya'ni agar mushu ishlar bo'lmasa, bunga haj vojib bo'lmaydi deydi. Ammo Imom Abu Yusuf va Muhammad rahimahullohning ko'z qarashida bu sog'lomlik bo'lsa shart vujubul ado. Shart vujub emas, balki ya'ni agar bir odamning boshqa puli ekan, hamma narsa ekan, ammo badani sog'lom emas ekan, haj qilishga cham etgan bo'lsa, bu odam darhol yunjuqning pulini chiqarib haj badal qildirishi vojib deydi. Bu odamning haj badal qildirishi vojib, agarki varislar vasiyat qilmasa, undan haj qilib qo'yish deb vasiyat qilishi vojib darhol. Endi shu fatvo shu qavlning ustiga bo'ladi, chunki bu ehtiyotga eng yaqin, eng taqvodorlikqa yaqin masalalar uchun. Endi uzuq tulikka ega bo'lish endi.
Yani fuqahalar şu Allah Teala'nınki men istata'a iley sabila degan Baytullahga yo'l jihatdan qodir bo'ladigan odamga deganni hammani fuqahalar nima deb tafsir nima deb yeshidi buni uzuq tuluk deb. Chunki payg'ambar alayhisolatu vasallam so'ralgan vaqtida qanday odamga haj farz bo'ldi deganda Baytullahga yetkili uzuq jihatdan, uzuq tuluk jihatdan va qatnash vositalari jihatdan, uloq jihatdan qodir bo'ladigan odamga gadnigi farz bo'laydi deb payg'ambar alayhisolatu vasallam deb bergan. Endi bu uzuq tuluk degan qalsa, uzuq tulukka ega bo'lish deganlik, ya'ni shu hajga borishga, kelishga, bog'chilik, kagchilik va uydagilarning yeguchilik, yetkuvchilik nimaga nafaqatga ega bo'lishi. Yeydigan yemaklik olsun bo'ladi, lekin nafaqatga, ya'ni pulga ega bo'lsin bo'ladi. Shuni uzuq tuluk deb ataymiz. Endi uloqqa qatnash vositasiga ega bo'lish, uloqqa degan gap burnqi zamonlarda bo'lsa o'ziniki bir birdan uloqqa, ya'ni shajga bo'lib keladi, uloqqa ega bo'lishi yoki uni ijroga olish kerak. Hozirgi zamonda shu bilet oldik, ya'ni pasport bijirgidek bilet oldik bo'lsa bo'lsa va shunda sharoit bo'lsa, gadingi farz bo'laverdi. Undan keyin yo'l aman bo'lish kerak. Ya'ni bunga pasport olay desa, viza olay desa birinchidan ola olishi kerak. Yo'l aman bo'lishi kerak. Yo'lda urush bo'lmasi kerak. Masalan, hozirgi zamonimizdagidek, masalan, Suriyada urush bo'lgandek urush bo'lmasi kerak yo'lda. Haj bilan shu odamning yurti bilan haj qildigan yo'lda urush bo'lmasi kerak. Yo'l xotirjam bo'lishi kerak. Masalan, aeroplandan borgan bo'lsa, xotirjam uchib berib kelish kerak. Dengizda paroqda borgan bo'lsa, xotirjam berib kelish kerak. Ham shu hamda 50% yuqori bo'lsa bo'ladi ehtimollik, ya'ni. Bir adam aeroplandan tushib ketgan, o bir masal tushib ketgan degan gap oqmaydi. Yani normalde kişilerimiz normalde mana tugan qatnash vositalari qilib berib keladigan yo'l uchuq aman bo'lsa, xotirjam bo'lsa, gadanga haj qilish farz bo'laverdi. Endi bu yo'lning aman bo'lishi degani bu shart, vujubul ado. Ya'ni agarda bir odam yuqori shartligi birga hozirlanib lekin yo'l aman emasgan bo'lsa, u chaqda nima qilish, haj badal qildirish vojib bo'ladi buning gadaniga. Endi ayol kishi bo'lsa eri bo'lishi shart yoki mahram bo'lishi shart. Endi eri degan hammalarga ma'lumdir. Lekin mahram degan kim desa, mahram degan buni yana buni bilan o'ylanish abadga harom bo'lgan kishilar buni mahram bo'ldi. Masalan, nasab jihatini aytsak, bir tuqqani, ana dadasi, masalan, bobisi, bolasi, navrisi degandek, ya'ni bir yarim tuqqangacha, nasab jihatini o'ylanmaydi. Yoki bunda imildash jihatdan eliptik harom qilingan kishilardek bu mahram bo'laydi. Yoki endi bunda quduvochilik jihati, masalan, kishi o'g'li yoki qaynotasi degandek shular mahram bo'laydi. Lekin bu mahram qanday bo'lish kerak? Bu shu mahram bo'lish bilan birga musulmon bo'lish kerak bu mahram. Yoki musulmon bo'lish kerak. Bunun bu tuqqani musulmon bo'lsin bo'ladi yoki qul bo'lsin bo'ladi bu tuqqani. Yoki kafir bo'lsin, masalan, majusiydan boshqa, ya'ni bir tuqqanlar, bir yarim tuqqanlar to'g'risin bu tuqqan bunda nejis aqidada bo'lmagan, iddisi tuzukroq bo'lgan, zimmi degandek, masalan, musulmonlar kelishim tuzib ittifoqlashib o'tirgan kafirlar qazib buni bir tuqqani masalan, yine bo'ladi, mahram bo'la oladi. Endi bu ayol kishi qirq olsunmi, yosh olsunmi, buniki mahram bo'lishi, buniki shart. Mahram bo'lishi shart. Mahram bo'lmaydi. Undan keyin bu ayol kishiniki iddatini qolishi kerak. Iddat tutgan ayol bir yerga borolmaydi. Iddat tutgan holatida, evlab qolgan bo'lsa yoki erini ochib ketgan bo'lsa, iddat tutayotgan holatida hajga chiqolmaydi. Demak, endi bu mahramning bo'lishi shart ado, ya'ni shart adoni vujudni qatardi masalan. Shart vujubul ado. Ya'ni bununla vasiyat qilish yoki haj badal qilish vojib. Bu ayol kishi agar mahram topolmasa, chiqib olmaydi, balki haj badal qildirdi yoki varsa vasiyat qildi. Agar ham nima shu ayol bilan shu hajdan orasida 3 kunduzlik musofirlik, safarlik yo'l olsa shunda bo'ladi. Agar 3 kunduzlik yo'l olmasa, o'zi chiqsa bo'ladi ayol kishi. Hani bunun daliliniz nima deyilsa, çünkü Peygamber Aleyhisselam la tahujjanna imra'atun illa ve ma'aha mahram. Ayol kishi
mahremsiz qat'iy haj qilmasin deb Peygamber Aleyhisselam buyurgan. Peygamber Aleyhisselam haj qilmasin deb buyurganda bilak safarga hargiz mahrem chiqolmaydi. Çünkü nima ish qilganda mahremsiz fitna fasoddan qo'rqiladi ayol kishiga. Endi bularni emas, unda ansiga ayol kishiga ojiz fitna fasod chiqish mumkin. Uni keladigan u ayol kishiga boshqa ayollar qatorsa, to'rt boshqa ayol olsa bo'ladi desa bo'lmaydi. Nima ish qildi? Jiq ayol olsa ham fitna ziyoda bo'ladi, oz qolmasdan. Nolga 1000 dona nol qat qo'ysam yana nol. Uni bir dona 1 ming qatmoqcha 1 million ya 1 ming ya 100 ya 1 olmaydi. 1000 qasım 1000 dona nol olsa o'xshash nol. Ya'ni shu ayol kishi haqqancha taqvoda olib kelsin yoki ajnabiy yat salih haqqancha salih yat ayni qilib qo'ygandan bu mahram bo'lmaydi. Endi bu mahram qanday bo'lish kerak? Aqlli bo'lish kerak. Balog'at yetgan bo'lish kerak. Kichik bolani mahram qilib qo'yilmaydi. Majusi o't parasi olmasi kerak. Chunki o't parasi degan o'ziga bir tuqqan bilan tuqqanlarga o'ylansak bu tuqqanda yomon aqidasi bor. Fosiq olmasi kerak endi bu. Qattiq fosiq shu. Xudodan qo'rqmaydigan, mas'uliyatsiz o'g'risini bo'lmaydi. Endi shu mahramniki chiqimini shu ayol kishi ustiga oladi endi. Ayol kishi ustiga oladi. Endi ayol kishiniki şu mahram bilan elib chiqqan hajisi, ayol kishiniki mahram bilan chiqqan hajisi farz haj bo'lsa, ruxsat olmasa chiqib qola oladi. Agar farz haj bo'lmay, nafl haj bo'lsa, ruxsat olmasa chiqolmaydi. Agar bir kichik bola, bu masala tugadim. Agar bir kichik bola yoki bir qul ihrom bog'labdi miqatdan, ihrom bog'lab, ondan bu ozotlab ketibdi. Unda bo'lgan bo'lsa, ozotlab kichik bola balog'atga yetib qolibdi, qul ozotlab ketibdi shu ihrom jarayonida ihrom olib qo'ygandan keyin bu undan o'ziniki haj faoliyatini davomlashtirib bergan bo'lsa, bu haj bu kichik bolaning yoki bu qulninki farz hajidan ado topmaydi. Belki shu nafl haj olib ado topadi. Bu keyin farz hajni bilib qilish kerak. Nimishqa chunki u ihromini bog'lab vaqtida ahli emas edi. Agar kichik bola ihromini yenidan yangilab farzga yangidan bog'lagan bo'lsa, buniki ihromi buning hajji farzini ado topadi. Ammo quldan olmaydi. Nima ish qilganda? Chunki kichik bola ihrom bog'lagan vaqtida nimaga ahli emas edi. Ya'ni bunda bu bir amal kichik bola bir amal ibodat qilsa, buning gadiniga u qilgan amal ibodati farz bo'lib chigirib qolmaydi kichik bolaga. Ammo qul degan qulniki moliy jihatdan o'ziga dosh olgan bilan badaniy jihatdan o'ziga uni ro'z tutish farz, namoz o'qish farz masalan, u jihatdan o'ziga farz. Bas zakot masalan, molga oid masalada o'ziga qo'llanmagan bilan badanga oid masalada o'ziga bo'la oladi. Mau nima uchun deganda kichik bolaniki molg'imi, mol jihatdanmi va badan jihatdan o'ziga qo'llanmaydi chunki aqli yo'q. Shu sababdan kichik bolaniki o'zi qilgan bog'lab bo'lgan ibodatini yana ola oladi, ibodatini buzib oladi. Ammo qulcha desa, qul o'zi shu qilib bo'lgan ibodatidan yana olmaydi, uni buzib o'tolmaydi. Tamam, uni shu qilgan ham cho'qim uni kamol qilish gadniga farz bo'ladi, vojib bo'ladi. Shuning uchun qul yana olmaydi, lekin kichik bola yana olib bilak ihrom bog'lab uning kenidan farzini ado topa oladi. Shuning bilan amir misha kelganda bizniki bugungi darsimiz oyoqlashdi. Buniki darsimizda hajniki jami' ahkomlarini, ya'ni farz, vojib, sunnat ahkomlarini bayon qilib o'tamiz. Uningki darsimizda Payg'ambar alayhisolamniki haj qilgan surat shaklini tafsili bayon qilib o'tamiz. Shunga bizniki 3 darsimiz oxirlashadi va oxiru davona alhamdulillah.